Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ma'mularingiz necha pul ekan? Nima yeysan? Ma'muladan bering menga. O'shandan olib beraymi aka? Yana izlama, qo'yib turing birpas. Olib bering. Alo. Ana, qaragan payt hamma narsangiz ko'rar ekanda sizni. Telefon qilib asabim buzoroz. Quvurmay olib boraman o'zim. Unga tegib yubordilar. Ulardan har biridan bitta arzonroq bitta shokolad ham bering. Arzon shokolad kimga? Onamga olib boramiz. Aka, ayolingizga. Rahmat. Mamonangizdagi o'sha arzoni. Ukam kelinni ehtiyot qiling, juda ham kelinni yaxshi ko'rar ekansiz, hurmat qilar ekansiz. Ona topiladi, xotin topilmaydi. Sizdagi erkaklarni yer ko'targaniga juda ham hayron qolaman-da. Juda ko'payib ketdinglar mana shunaqa nima deydi, xotinni quli bo'lgan erkaklar. Kim ayolini onasidan ustun ko'rsa, bas unga Allohning la'nati bo'lsin dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bas bunday kishining tavbasi ham, sadaqasi ham qabul bo'lmaydi dedi Rasululloh.